Assalomu alaykum barchaga. Bugungi darsimizda sizlar bilan qorin muskullari, musculi abdominislar haqida gaplashamiz. Qorin muskullari quyidagicha klassifikatsiya qilinadi. Qorinning oldingi guruh mushaklari, qorinning yon guruh mushaklari hamda qorinning orqa guruh mushaklari. Mana shu 3 ta guruhda joylashgan mushaklarni har birini alohida o'rganib chiqamiz. Oldingi guruhda joylashgan birinchi mushak musculus rectus abdominis, ya'ni qorinning to'g'ri mushagi. Ushbu mushakning boshlanishi 5-dan 7-gacha bo'lgan qovurg'alarning tog'ayi hamda tosh suyagini xanjarsimon sig'a processus xifaziusdan boshlanib, mushak tolalari pastga qarab yo'naladi va qov suyagini tanasida joylashgan qov do'mbog'i tuberculum pubicumga kelib birikadi. Mushak tolalar yo'nalish davomida ularning orasidan ko'ndalangiga joylashgan paysimon chiziqlar mavjud. Bu chiziqlarni intersectionis tendinea deb ataymiz. Ya'ni qismlar orasida joylashgan paysimon chiziq. Mushakning asosiy vazifasi chanoq fiksatsiya bo'lib turgan holatda umurtqa pog'onasini ventral fleksiyasini amalga oshirish, ya'ni oldinga qarab egish funksiyasini amalga oshiradi. Umurtqa pog'onasi fiksatsiya holatda esa chanoqni orqaga qarab egish funksiyasini amalga oshiradi. Oldingi guruhda joylashgan ikkinchi mushak musculus pyramidalis, ya'ni piramidasmon mushak. Ushbu mushakning boshlanishi qo'l suyagi tanasida joylashgan tuberculum pubicum. Aynan to'g'ri mushak musculus rectus abdominisni birikish qismidan biroz oldinroqdan boshlanadi va mushak tolalari yuqoriga yo'nalib, o'rtada joylashgan oq chiziq, ya'ni liniya albaga kelib birikadi. Mushakning funksiyasi esa aynan mana shu oq chiziqni pastga qarab tortish. Shu bilan birgalikda qorinning to'g'ri mushagi musculus rectus abdominisni ustidan qoplab turgan mushak qinini mustahkamlash, ya'ni vagina musculus rectini mustahkamlash funksiyasini amalga oshiradi. Bu mushak odamlarda rudiment holatda saqlangan ham deb aytiladi. Xaltali hayvonlarda demak kuchli rivojlangan. Masalan, kenguru. Ikkinchi o'rganadigan mushaklar guruhi qorinni yon devorini hosil qiluvchi mushaklar, ya'ni lateral guruh mushaklari. Ushbu mushaklar yuzadan chuqurga qarab joylashgan 3 ta qavat mushaklardan iborat bo'ladi. Bu mushaklar quyidagilar. Birinchi mushak qorinni tashqi eshik mushagi musculus obliquus externus abdominis. Bu tarafda mana demak sxematik ravishda ko'rsatilgan, bu tarafda aynan mushakning o'zi. Ikkinchi mushak qorinni ichki qiyshiq mushagi musculus obliquus internus abdominis. Ya'ni bu tashqi qiyshiqni ostida joylashgan aynan mana bu mushak. Va uchinchi mushak qorinni ko'ndalang mushagi musculus transversus abdominis. Bu mushak ichki qiyshiq mushakning ostida joylashgan aynan mana bu mushak. Shu mushak bilan birgalikda ichki qiyshiq hamda ko'ndalang mushaklarning tolalaridan hosil bo'lgan moyakni ko'taruvchi boshqa bir mushak musculus cremasterni ham ko'rib chiqamiz. Lateral guruhning birinchi mushagi musculus obliquus externus abdominis, ya'ni qorinni tashqi qiyshiq mushagi. Ushbu mushakning boshlanishi 5-dan 12-gacha bo'lgan qovurg'alarning tanasidan boshlanib, mushak tolalarining yo'nalishi ventrokaudal bo'ladi, ya'ni oldinga hamda pastga qarab yo'nalib, yonbosh suyagini crista iliaca qismiga kelib birikadi.
aynan crista iliacada biz lablar ko'rgandik, labium internum, labium externum. Aynan mana shu tashqi qiyshiq mushak tashqi labga kelib birikadi. Ya'ni labium externumga kelib birikadi. Shu bilan birgalikda qarama-qarshi tarafda joylashgan mushak tolalari o'rtada joylashgan oq chiziq liniya albada to'qnashadi. Ya'ni bular mushak aponevrozlari yordamida qarama-qarshi tarafdagi mushak tolalari o'zaro birikadi. Mushakning asosiy vazifasi ikki taraflama bilateral qisqarganda umurtqa pog'onasini ventral fleksiyasini amalga oshiradi, ya'ni oldinga egish. Umurtqa pog'onasi fiksatsiya bo'lib turgan holatda bilateral qisqarganda chanoqni orqaga egish funksiyasini amalga oshiradi. Mushak tolalari bir taraflama qisqarganda esa kontralateral rotatsiya, ya'ni qarama-qarshi tarafga qarab burish. Shu bilan birgalikda umurtqa pog'onasini lateral fleksiyasi, ya'ni yonga qarab egish funksiyasini amalga oshiradi. Lateral guruhning ikkinchi qavatida joylashgan mushak musculus obliquus internus abdominis, ya'ni qorinni ichki qiyshiq mushagi. Ushbu mushakning boshlanishi orqa tarafdan ko'krak bel fatsiyasi, fascia thoracolumbalis-dan, shu bilan birgalikda yonbosh suyagining crista iliacasida joylashgan o'rta chiziq, ya'ni liniya intermediadan, mana bu yerda ko'rgandik, tashqi hamda ichki labning o'rtasida liniya intermedia joylashardi. Va oldingi tarafda cho'p boylami ligamentum inguinalini lateral yarmidan boshlanadi va mushak tolalari tashqi qiyshiqqa qarama-qarshi, ya'ni ventrokranial yo'naladi. Oldinga hamda yuqoriga. Eslarda bo'lsa tashqi qiyshiq ventrokaudal yo'nalardi. Mushak tolalari yuqoriga qarab yo'nalib, 7-dan 12-gacha bo'lgan qovurg'alar hamda qarama-qarshi mushak tolalari o'rta chiziqda, ya'ni liniya albaga kelib birikadi. Mushakning asosiy funksiyasi bilateral qisqarganda, ya'ni ikki taraflama qisqarganda umurtqa pog'onasini oldinga egish, ya'ni ventral fleksiyasini amalga oshiradi. Umurtqa pog'onasi fiksatsiya bo'lib turgan paytda chanoqni orqaga qarab egish funksiyasini amalga oshiradi. Va bir taraflama unilateral qisqarganda umurtqa pog'onasini lateral fleksiyasini amalga oshiradi. Yonga qarab egish. Mana shu 3 ta funksiyasi jihatidan tashqi qiyshiqdagi funksiyalar bilan bir xil. Tashqi qiyshiq mushakning funksiyasi bilan. Ammo tashqi mushakdan, qiyshiq mushakdan farqli ravishda bir taraflama unilateral qisqarganda bular demak kontralateral rotatsiya emas, ipsilateral rotatsiyani amalga oshiradi. Ya'ni o'zi tarafga qarab burish funksiyasini amalga oshiradi. Tashqi qiyshiqda esa aynan mana shu funksiyasi kontralateral rotatsiya edi. Xo'p, mushak tolalari liniya albaga, demak mushakning aponevrozlari orqali kelib birikadi. Bevosita mushak tolalarining o'zi emas, mushak tolalarining aponevrozlari hisobidan. Lateral guruhning 3-mushagi musculus transversus abdominis, ya'ni qorinni ko'ndalang mushagi. Ushbu mushakning boshlanishi 7-dan 12-gacha bo'lgan qovurg'alarning ichki yuzasidan
ya'ni diafragmani pars costalisi bilan birgalikda boshlanadi. Shu bilan birgalikda ko'krak bel fatsiyasi, fascia thoracolumbalis-ni lamina anteriordan tolalar olib boshlanadi. Shu bilan birga yonbosh suyagini crista iliacasida joylashgan labium internum hamda cho'g boylami ligamentum inguinalini lateral qismidan boshlanadi va mushak tolalari qarama-qarshi mushak tolalari bilan birgalikda aponevrozlari vositasida o'rta chiziq liniya albaga kelib birikadi. Mushakning asosiy vazifasi umurtqa pog'onasini ipsilateral rotatsiyasini amalga oshirish, ya'ni mushakni qisqargan tarafiga qarab aylanma harakatini amalga oshirish. Shu bilan birgalikda qovurg'alarning stabilligini ta'minlab, diafragmani erkin harakatiga imkon beradi. Bundan tashqari, nafas chiqarish vaqtida, ya'ni ekspiratsiya vaqtida qorin bo'shlig'ini yassilashtirib, nafas chiqarishda yordamchi mushak sifatida ham ishtirok etadi. Shu bilan birgalikda qorinning ichki bosimini ham hosil qilishda ishtirok etadi. Keyingi mushak musculus cremaster, ya'ni moyakni ko'taruvchi mushak. Ushbu mushak yuqorida o'rganib chiqqan 3 ta qavat mushaklarimizning 2 hamda 3 qavati, ya'ni qorinni ichki qiyshiq hamda ko'ndalang mushaklarni kaudal tolalari, ya'ni pastga yo'nalgan tolalaridan hosil bo'ladi. Bu mushak erkaklarda urug' tizimchasi funiculus spermaticus hamda skrotum, ya'ni yorg'oqni ustidan qoplab oladi. Va bu mushakning asosiy funksiyasi yorg'oqni hamda yorg'oqning ichida joylashgan moyakni yuqoriga ko'tarish funksiyasini amalga oshiradi. Keyingi o'rganadigan mushak musculus quadratus lumborum, ya'ni belni kvadratsimon mushagi. Ushbu mushak orqa guruhga oid bo'lgan yagona mushak hisoblanadi. Bu mushakning boshlanishi 12-qovurg'a hamda 1-dan 4-gacha bo'lgan bel umurtqalarini processus costalislaridan boshlanadi hamda yonbosh suyagini qirrasi crista iliacaga kelib birikadi. Mushakning funksiyasi ikki tomonlama qisqarganda umurtqa pog'onasining ekstensiyasini amalga oshiradi. Bir taraflama qisqarganda esa umurtqa pog'onasini yonga qarab egadi, ya'ni lateral fleksiyasini amalga oshiradi. Xo'p, nafas olishda yordamchi mushak hisoblanadi, ya'ni yordamchi inspirator mushak. Va 12-qovurg'ani stabilligini ta'minlash orqali diafragma harakatlariga yordam beradi. Ko'pincha o'sha odam gapirayotgan paytda, qo'shiq kuylayotgan paytida yokida kuchli yo'talgan paytida aynan mana shu mushak diafragma uchun asos bo'lib beradi.